Afg'onistonda Hamid Qorzai ilning askarlarini so'nggi topqir tekshirgandan so'ng prezident hokimiyatini saylovda jinggan Ashraf G'aniga topshirdi. O'zg'anotnada jinguvchi toniqlig'i olgan G'ani ont etib yangi prezident bo'larak vazifaga kirishdi. Afg'oniston hokimiyatlari shpion deb shiklanilib qo'lga olingan Pokiston jurnalistin Shik bo'yinda Pokistonga qaytardi. Urdu tilli televideniye jurnalisti Feyzullah Xonni Torham Shik qopqasida o'z xizmatdoshlari qarshi oldi. Xon aprel oyida davlat Shigin qonunsiz ravishda o'zida ayblanib qo'lga olingan edi. Turli illarning yozuvchilari Pan International konferensiyasini Qirg'iziston boshqalasi Bishkekka jildi. Bu dunyo ko'lam uyushmaga adabiyot ham so'z irigin olg'a suruvchi yozuvchilar kiri. Bu endi tarixda 80-chi Pan konferensiya bo'lsa-da, O'zak Aziyada birinchi martaba o'za. O'zak Aziyadagi ko'rshi illar bilan shoshtirganda Qirg'iziston so'z iriga eng zo'r bo'lgan il sanalsa-da, so'nggi vaqtda onda da medianing hali turida boshqa xabarlar kela boshladi. Yevropa Shurasining parlament assambleyasi Václav Havel ismidagi bo'lakni turmaga olgan Ozarbayjon aktivisti Annar Mamadiga berishga qaror etdi. Mamadi Ozarbayjonda sivil ham demokratik huquqlar uchun kurashuvchi uyushma tuzgan edi. Uyushma bo'ltirg'a prezident saylovini tanqidlovchi hisob chiqargandan so'ng Mamadi 5,5 yil turmaga hukm etildi. Ermeniston boshqalasi Yerevanda kichkina savdo bilan shug'ullanuvchilar yangi solim tartibini protest bildirishga jildi. 1-oktyabrdan amalga kiruvchi yangi tartib shinliqda solimlarni kemiti. Ammo savdogarlar solim hisoblari uchun qog'oz ishining bekniq ortuvi nazarlanadi. Oppozitsion deputatlar bu sharaga qo'shilib, haligi masalani parlamentda qo'rovni talab etuvchi petitsiyaga imzo qo'ydi. Qozog'istonning Olmaota shahrida bir kino studiya bolalar uchun esda qolarli kun uyushtirdi. Studiyada bolalarni kino tashiruvi bilan tanishtiruvda ko'rinakli qozoq aktyorlari, prodyuserlari qatnashdi. Kino tashirishga aktyorlik ustaligini o'rgatuv darslari bo'ldi. Kinematografiya ham teatr tarixi bilan tanishtirdilar.